Yani hayajonlashib hazillashdim deyapting. 9 haftalikda qatta aytdim jinsini o'rta olaman hayajonlashib. Buni faqat o'g'il tug'uvchi avlod. Endi hozir ko'ramiz qani kim tug'ar ekan. Yotgandan yig'lashni boshlaydi hamma kelinlar kresloga. Chunki nimaga bilasizlar? Hozir aytaman. Boshladim. Nafas olishda o'zgarib, yig'lab tepaga chiqing. 3 ta o'g'li bor. Glavniysi sog' bo'lsin. Aytgan gapim to'g'rimi? Yig'lash mumkin emas. Jins uchun yig'lash mumkin emas. U uchun urishaman. Yig'lasanglar. Glavniysi sog' salomat bo'lsin. Hali bolasi kichkinagina yugurib kelib olgan Gulnoziba o'g'ilmi qizmi deb. Men uni qatdan aytdim. 10 haftalik bolani bor-ku. Kaldum bo'lib ketaman. Qarang, hali kichkina. Kichkina hali bolasi. Do'madan shunday kapta etib o'rganman deydi. Hozir ko'ramiz. Kataril. 9 hafta 5 kunlik ekan bola. Hali kichkina ekan. Bu srokda jins aytaman demaganman. Maylim qiz bola ekan. 9 haftalikda. Qani hayajonlashib hazillashdim deyapting. 9 haftalikda qatta aytdim jinsini o'rta olaman hayajonlashib. Bunaqa qobiliyatim yo'q o'rtoqlar. 9 haftalikda jins ayta olmayman. Hech kim ayta olmaydi jinsini. Endi 9 haftada hazillashib bunaqa deyish mumkin, lekin hali organ formirovanный bo'lmaydi. Bu vaqtda aytishdi umuman ilojsiz. Men ko'ryapsizlar, emotsiyani yaxshi ko'raman deb biladi deydi-yu. Sevaman qizlarimni.